Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 18-iyun Urganch Tekkan Moza dolu kursi bilan Hamkorbankdamiz. Hamkorbankda dolu ko'tarilibdi. Bozor boramiz, bozordagi holatni o'rganamiz. Undan sizlarga homiylarimiz videosini qo'yib beraman. Zulfiya Maishiy texnika magazinida 15 tane konditsioner koydu, 3 milyon so'mdan 12'lik inverter. Hem soğutada hem isitadi. Uspidasizlar olib qolasizlar. Bozorning yanında 5 blokdan arka tomonda tunnelning yanında joylashgan magazini. Shuni videosini qo'yaman, ekranda telefon nomerlari chiqadi. Sizlar uchun bir yozgi ajoyib bir aksiyalarimizni qo'yib beramiz. Ko'rib turganlaringizdan Immer brendining 12'lik konditsionerini teni bor, inverter motor, o'zan full DC inverter bo'ladi. To'liqdan ekonom etib beradigan variantini sizlar uchun maxsus bahoda qo'yib beramiz. Naqd pulda 3 milyon so'mga hech qanday problemasiz to'g'ri ketaverasizlar. Faqat 15 tane Bozorga keladigan bo'lsak, bozor 100 dollarni 1 milyon 200'dan tutup 205 adam. Infinbank ham 1 milyon 205 olib turibdi ekan. Rubl 155'dan tutup 159 ming so'mdan 1000 rubl olamiz. Tenge 1000 tenge 24 ming so'm, 100 euro 1 milyon 300'dan tutup 350 euro. 1000 liramız ham 200'dan tutup 250 ming edo. Türk, euro, lirada o'zgarish yo'q. Bugün yangiliklarimiz shuningdek. Sog' bo'linglar, biz kuzatishni davom qilinglar.